Gemangioma kasalligi bu qon tomir anomaliyasi hisoblanadi. U oldinlari ham ko'p bo'lgan, hozir ham ko'p uchraydi. Bu normal holat. Ba'zi bir gemangiomalar, ya'ni bu xalq tilida bu holga aylanadi, ya'ni nor, hol ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ba'zi bir hollarda esa qon tomir anomaliyasi bo'lganligi uchun o'sha inson organizmida qon tomirlarni joylashishi va ularning oqishi normadan boshqacha bo'ladi, o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun qon tomir anomaliyasi hisoblanadi. Yanada qiziq va foydali ma'lumotlar, mutaxassislar tomonidan beriladigan maslahatlar Telegram kanalimizga o'ting va u yerda sizga kerakli bo'lgan savollarga javob topasiz. Bu ba'zi bir holatlarda bolalarning o'sishi, rivojlanishi va 1-2 yoshga yetganda yo'qolib ketadi, ba'zida esa saqlanib qoladi. Shuning uchun bundan qo'rqmaslik kerak. Agarda bunday holat bo'lsa, birinchi mutaxassisga, shifokorga murojaat qilish kerak va uni kuzatib borish kerak. Va ma'lum bir vaqtdan so'ng agar u yo'qolib ketmasa, maxsus tekshiruvlardan so'ng uni maxsus davolash usuli orqali davolash mumkin va bu umuman xavfsiz kasallik hisoblanadi.